Futbolga kirib kelishim 6-7 yoshda bo'lgan. Uydagilarim kurashga deb jo'natardi. Keyin ochiq futbolga borardim. Futbol yaxshi ko'rardim. Shunaqa bo'lib futbolga borardim. Akam ham bor futbolda. Akam bilan birga borardim. Akam kirib kelishimga sababchi bo'lgan futbolga. Borganman. Borganimda o'ynattirmaganda marata turg'izib qo'ygan. Shunday yaxshi turganmanmi yo yaxshi turishimni bilib qo'ygan. Shundan beri darvozam olib ketganman. Darvozam o'rtasida munosabat hammasi yaxshi. Hamma bir-biri bilan birga bo'lib, bir-birini qo'llab-quvvatlaydi har doim. Darvozabon trenerimiz talabchan, intensivniy, ko'proq kuchga, munosabatga ko'proq e'tibor beradi. Tezlik, sakrashga. Har doim trenirovkalarimiz quvnoq, intensivniy bo'lib o'tadi. Bu narsani o'zim Osiyoga kelishdan oldin ham o'ylab yurdim. Kelgandan keyin ham o'yindan 2-3 kun oldin televizordan, YouTube'dan U20 terma jamoamiz Koreya bilan o'ynaganda Boymurodovni ko'rdim. Shunga qarab o'zim nastroy qildim, agar tushib qolsam shunaqa qilaman. Keyin o'zimda ichimga aytib qo'ygan gaplarim bor o'zimga. Keyin shunda o'yinda oxirida 88-daqiqada gol urdi. Trener kelib, Artyom kelib aytdi bizga. Ikkalaringiz ham kiyininglar dedi. Ikkalamizga aytdi. Kim turadi? Kim o'ziga ishonchi bor? Bizga g'alaba kerak dedi. Shunda bilmadim o'zim ichimdan boshqa odam gapirdimi? Men turaman dedim. O'zimga ishonchim bordi. Shu og'ir vaziyatni o'z bo'ynimga olishga qaror qildim. Shundan keyin o'yinga tushdim. Keyin tushishim bilan tugadi. Keyin final seriyalar bo'ldi. Hayajon bordilar. Birinchi marta o'ynayapman. Boshqa avval bunaqa katta o'yinlarda o'ynamaganman. Hayajon kuchli. Tushdim. 3ta penalti bo'ldi. Chalasini ham bo'ldi. Agar ko'rgan bo'lsangiz faqat o'ng tarafga otilganman. Keyin oxirgisida hiyla qilganman o'zim. O'ylab topgan hiylam bor edi. O'ng tarafga ko'rsatib chapga otilganman. Shu bilan oxirgi penaltini qaytarib 5-3 hisobda yutganmiz. Buni aytib berish qiyin baribir. Tasavvur qilish ham qiyin. O'zida bo'lsa juda ham xursand bo'ldim unda. Birinchi marta o'yinga tushib, O'zbekistonga birinchi marta foydam tegdi deb o'zim aytdim-da. Quvonchim shunga sig'magan, yig'lab oldim. Jahon chempionati yaxshi tayyorgarlik ketyapti. Hamma narsaga tayyorgarlik qilib. Eng kuchli raqibimiz shu Italiya hozircha. Juda ham kuchli, Yevropada o'zi chempion bo'lgan. Juda kuchli komanda. Shunga yaxshi tayyorgarlik qilyapmiz. Biz o'zimiz ham shu narsalarga yana penaltilar qolishiga, har xil vaziyatlarga tayyor turibmiz. Jamoa o'zi kayfiyati a'lo darajada, hammasi zo'r ketmoqda. Bu o'yinlar haqida Ispaniya Italiya bilan o'ynagan. Italiya Ispaniya penaltilar seriyasida yutib, uchun juda ham kuchli komanda ikkalasi. Urugvay o'ziga yarasha yaxshi, kuchli jamoa. Bu o'yin bilan biz Jahon chempionatida yaxshi tayyorgarlik ko'ramiz.